$69.600 dollarga 2 sotuv basseyni tayyor uylar bilan birgalikda sotuvga chiqayotgan bitta yaxshigina hovlimizda sizniki bo'lishi mumkin. Jigarli, orientir videoni sal oxirrog'ida, lekin ko'rgan videoyingizni vaqtiga achimiz 1 minut vaqt ajrating, bir rakatdan ko'rsatib beramiz. Darvozaxonadan kirib kelganda jigarli hovlichamizni ko'rib turibsiz, hamma shart-sharoitiga ega, besetkalarga chiqib qo'yilgan, tapchanlarigacha hamma narsa tashlab ketiladi. Uyimizda fayzli, bitta kirasiz, yurak jiz etishi 100% jigarli. Kirib keldingiz, chiroylikgina hovlimizda basseyn hamma shart-sharoitiga ega. Bu taraf sanuzellar tushyapti. Yozgi oshxonamiz. Mazza qilib o'rtoqlar bilan kelib turib bitta oshcha, bitta qozon-kob qilib turib dam oladigan dachamizni sizniki bo'lishi mumkin. $69.600 dollarga qo'ldan kelgangacha savdolashdik. O'zi klient 72 dan keluvdilar, aka 72 da boshqa ortmaydi. 69.600 qo'ldan kelgancha gaplashdik. Tag'in ham keling bitta savdolashib ko'ring. Ichkaridagi remontlarini ko'zinglar bilan bitta ko'rib baho bersanglar bo'ladi. Tayyor dachamizda jigarli hozirgi paytda o'zi dohod olib kelib turibdi. $100 dollardan shanba-yakshanba bilasizlar, avjiga chiqqan kunlari 1,5 million so'mdan hozirgi paytda klient o'zi topshirib olgan ekan. Sizlar ham kelinglar, ko'ringlar ko'zinglar bilan. Joyimizni Oqtoshda joylashyapti. Oqtosh sentriga 500 metr bo'lib turibdi. Masjid, magazin, aptekalar yonida bo'lib turibdi. Pastroqda ham magazin bor, bu yerda ham magazin bor ekan. Olmalar hamma magazinlar ko'chib kelgan ekan. Oqtoshni bilgan biladi-ku, havosi qanaqa toza, ertalabdan bitta chiqsanglar, qaranglar qanaqa tog'larni ko'rinib turishini, allergiya, astmasi bor odamlarga vobshe mazza. Bilasizlar-ku, allergiyalar shunday o'tib ketadi. Chiqqan odamlar bu yoqni o'zi aynan shu tog'larda, manzaralarda mazza qilib dam olish uchun chiqadi. Oqtoshni bilgan biladi. Oqtoshdagi aynan shu uyimiz sizga yoqqan bo'lsa, dacha qidirib yurgan tanishingizga tashlab qo'yish esdan chiqmasin.